Qadrli do'stlar, ko'rsatuvimiz an'anasiga muvofiq ravishda bizda suhbatdosh bor va ularni tanishtirib o'tsam. Toshkent davlat texnika universiteti tayanch doktoranti Muqaddam Bekmurodova bo'ladi. Assalomu alaykum Muqaddam, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Ko'rganimizdan xursandmiz. Men ham. Muqaddam, sizni biz ixtirochi, olima, umuman mamlakat kelajagi uchun o'z hissasini qo'shishga shay turgan insonlardan deb hisoblaymiz va bugun dasturimizga siz quruq qo'l bilan kelmagansiz, yangilik bilan kelgansiz va bu Eko asfalt loyihasi. To'g'rimi? Uni tarkibi nimalardan iborat? Biroz shu haqida to'xtalib o'tsak. Hozirgi startap loyiham plastik chiqindilar asosida asfalt yo'llar sifatini yaxshilash startapi. Bu loyiha ekologik jihatdan 100% o'zini oqlaydi, chunki plastik chiqindilardan tayyorlangan. Bilamiz, plastik chiqindilar 100-200 yilda parchalanadi va bu ekologiyaga katta zarar keltiradi. Shu hisobdan biz xomashyo sifatida plastik chiqindilar, polietilen paket hamda plastik idishlardan foydalanamiz xomashyo sifatida. O'zi bilamiz, oddiy yo'llar bitum hamda qum shag'al shebendan tayyorlanadi. Bizning startapimizda bitumni o'rniga biz plastik chiqindidan foydalanamiz. Bu birinchidan ekologik, ikkinchidan iqtisodiy, uchinchidan texnologik jihatdan o'zini oqladi. Iqtisodiy jihatdan yo'lga ketadigan sarf xarajatni 30% kamaytiradi. Texnologik jihatidan esa hozir preslanmagan holati 25 tonnaga bardosh beryapti. Hech qanday preslash mashinalarisiz. Chidamli. Chidamli. Bundan tashqari yo'l xarajati, ta'mirlashga ketadigan xarajatlar ham ancha qisqaradi, chunki bardoshliligi yuqori chiqyapti. O'zi bu loyihani analoglari Kanada, Niderlandiya, Yaponiya, Hindistonda bor. Endi biz hozir bu loyiha ustida ishlayapmiz. O'zbekiston iqlimi uchun, O'zbekiston ob-havosi uchun eng mosini tanlash hozir asosiy ishimiz bo'lib qoldi. Ya'ni O'zbekiston iqlimi keskin kontinental, yozda issiq, qishda sovuq. Shuni hisobga olib, hozir O'zbekiston uchun eng maqbul variantini tanlayapmiz. Muqaddam, bu loyihani ishlab chiqishingizga nima sabab bo'ldi? Mirzo Ulug'bek vorislari tanlovi. Respublika bosqichigacha chiqamiz va respublika bosqichida prototip yaratish sharti qo'yilgan. 4 yil oldin shu tanlov uchun yaratganman. Keyin sinab ko'rdim, o'zini oqladi. Hozir 4 yil bo'ldi shu loyiha ustida ish olib boryapmiz. Bu loyiha bo'yicha ko'plab tanlovlarda qatnashdik, yuqori o'rinlarni egalladik. Umuman olganda, oddiy asfaltdan ko'ra mana bu siz ixtiro qilgan asfaltning ustunliklarini, mustahkamliklarini ta'kidlab o'tdingiz. Buni alohida so'ramoqchi edim aslida. Va bu loyihani rivojlantirish uchun yana qanday ishlarni olib boryapsiz? Bu loyihani rivojlanishi uchun O'zbekistonda juda ham ko'p sharoitlar yaratilgan. Biz startapchi, loyihachi, innovatorlarga, misol uchun Innovatsion rivojlanish agentligi, qolaversa o'zimiz universitet jamoasi, keyin hozir Innovek 2025 tanlovidan keyin avtomobil yo'llar qo'mitasi raisini shaxsan o'zi taklif bilan chiqdi. Birga ishlab shu loyihani rivojlantiraylik, O'zbekiston yo'llari uchun ham qo'llab ko'raylik deb. Nasib bo'lsa, eng maqbul variantda plastik chiqindilar asosida yo'llar quriladi O'zbekistonda ham. Siz mana o'sha Innovik haqida gapirib o'tdingiz. Innovik 2025 xalqaro innovatsiyalar g'oyalar haftaligida ham ishtirok etganingiz haqida aytib o'tdingiz. Loyihangiz ekspertlarning umuman xulosalari qanday bo'ldi? Qiziqish juda yuqori bo'ldi. To'g'risi, Tatariston davlati ham maxsus reportaj olib ketdi, aynan shu plastik asfaltimiz haqida. Boshqa chet el delegatsiyalardan keldi va bir necha olimlar, aynan shu avtomobil sanoati bilan shug'ullanadigan, yo'l qurilishi bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar, qolaversa oddiy mahalla raislari ham ishtirok etdi bu tadbirimizda. U hattoki ajoyib taklif bilan chiqdi. Open byudjetga ovoz bermaylikda, sizni shu mahalladagi chiqindilarni yig'ib, o'zimizni yo'limizni o'zimiz shunaqa plastik asfalt qilaylik, ham mustahkam ekan, uzoq muddatgacha berkan degan bir ajoyib takliflar bilan chiqishdi. Bu albatta quvonarli. Lekin Muqaddam, bilasizmi, shoshib kelganingizda mana shu plastik idishlar ichidagi kimyoviy buyumlarmi, moddalar, mana shunga ko'zim tushdi. Ana bu to'rtburchak idishning ichidagi qop-qora narsa, bu mana shu asfaltimiz bizning. Tayyorlangan asfalt holati. Tayyor tayyorlangan, aynan shu reportaj uchun tayyorlab keldim. Reportaj uchun maxsus tayyorlangan. Qoyil. Buni shunchaki preslash o'zi kifoya. Siz aytganingizdek 25 tonnagacha eritib, preslab qo'yish kerak. Plastik chiqindilarni qo'shib shu holatga yaroqlilik muddati jihatdan oddiy asfaltniki yaxshiroqmi yoki siz aytayotgan plastiknikimi?
Albatta bu jihatiga alohida e'tibor berganmiz. Niderlandiya davlatida 2017-yilda qurilgan plastik asfalt haligacha hech qanaqa yoriqlari yo'q ekan. Bu degani 5-6 yilga biz ham beramiz, bemalol kafolat bera olamiz degani, nasib bo'lsa. Bu albatta quvonarli. Muhammad Ali, qarang. Ha, juda ham haqiqatdan ham ixtirochi. O'zingizga umuman olganda hozir e'tibor berib turibmiz, siz ayol kishi uchun bu loyihani amalga oshirish qiyinchilik tug'dirmaydimi? Albatta har bitta loyiha realizatsiyasi uchun qiyinchilik, lekin ota-onam, oilam, birinchi navbatda turmush o'rtog'im, universitet jamoasi, ustozlarim ko'magi ostida amalga oshirilyapti. Turmush o'rtog'im mexaniklar. Kimyoviy tomonni men qilsam, mexanikiy tomonlarini ular qilgan. Bitum topib kelib, qum shag'al bilan aralashtirib, eritib, yordam berib, ularning ham hissasi katta. Dasturimizga tashrif buyurganingiz uchun umuman olganda ayol kishi uchun ham oila, ham ro'zg'or, ham farzand tarbiyasi, ham olimalik, ham ixtiro qilish bilan shug'ullanishning o'zi aslida mamlakatimiz ayol qizlarimiz uchun yaratib berayotgan sharoitlarning bir dalili, isboti deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi. Tashrif uchun, suhbat uchun va mana shunday mamlakatimiz ravnaqiga hissa qo'shib kelayotganligingiz uchun sizga tashakkur. Biz juda ham xursand bo'ldik sizni erta tongdan ko'rib.